Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tog'a yaxshimisiz? Shu o'zizchi. Zo'r. Bo'lyaptimi? Sizdan ko'ra zo'rmi? Bo'lyapti. Men ham kiyosan shu tushkim kelmay qolar shekilli ham mashinadan. Endi keyin o'zgarishi lazım borda bola. Men qarab bu natsbas. Bu menga o'xshagan mashina ekan-da. Sanmi? Sen Moskvich 412 sensan. Va. Yo'q, demoqchiman, menga ham chiqqan odam tushkisi kelmay qoladi. O'sha o'xshash jihatlarimiz bor ekan. Yumshoqligidan bo'lsa kerak-da. Sen bo'lmasang nima ekansan? Hali yana bitta chiqqan Moskvich Minasi ham chiqqanda. Inomarkasi. Gibrid. Katta gibrid chiqqan. Voy. Men 412 da adashgan ekanman. Mana kim mana odam endi? Rasmdagi odam kim? Tanish. Endi hozir buni o'zi ko'p nimalarga berib yuborganmiz kimligini. Buni prizi bor-da, kim buni topsa. Topsa. Ha, $1000 prizi bor. Endi hozir qadimgilarda aytish bo'yicha Akbarovatdan ham bo'lishi mumkin. Tushunarli. Akbarovatdan chiqqan, lekin Farg'onada yashaydi. Farg'onada yashaydi. Bugun demak osh. Osh. Gap bodagi gaplar emas. Bog'dagi gaplar degan bo'laveradi. Bodagi gaplar bog'da bo'ladi. Ha, bog'da bo'ladi. Endi bu choyxonadagi gaplar endi hozir bu rasmda chiroqli qo'ygan, o'zi alkashib qolgan. Tushunarli, tushunarli. Alkashib qolgan. Tushunarli. Bu oshga kelmagan ish qilib, yo'q, men hali kirganim yo'q. bobodo shu yerda bo'lsa men ketib yuboraman. Bismillahirrohmanirrohim. Yuraveringchi. Men sal betga choparroqman bilasiz endi. Betga chopar bo'lganingiz yaxshi-yu, nimaga chopar bo'lmang. Yomonlikqa chopar bo'lmang. Yo'q, yomonlik emas. Salomga yarasha Ali. To'rtinchi xonamiz bu yoqda bo'lsa kerak. To'rtinchi xonada ekanmi? Yuring, yuring. Yuring. Bog'dagi gaplar ikkisi ham bo'ladi, bu choyxonadagi gap. Bog'dagi gap endi. Original aniq bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shomga chiqib ketishdimi? Hech kim yo'q. Kim kelgan yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Bormi unaqa? Cheksan hech kim yo'q. Yaxshi emas-da men shu. Battar bo'ldilar ham bor. Kel yozuvchi. Assalomu alaykum. Olasing kelmaysan. Qalibsan? Qalaysiz? Galing yaxshimi? Tirjamligini bergin, yurtimizda tinch qiyin, osoyishta qiyin. Ro'za Ramazon oylariga yetib, ro'zalarni go'zal holatda tutib, hayit namozlarida birgalikda jamoa bo'lib o'qib, yurtimizda, xalqimizni duo qilishligida hammamizga nasib qilsin. Allohu akbar. O'qishga soat telefon qiladi. Qataqsizda men keldim Baqaradan. Hech kim yo'q ekansan. Nimani olib ket? O'lmasa ekan olgani ketibdi. Bahodir. Assalomu alaykum. Interaka xodim. Nima oshiydi Bahodirjonnimi? Men ham hayronman. Bahodirjon Aliyev ustozlar duosini olaman deb o'lmas ekan Yusupovni olgani ketganlar. Oz kelar. Kelar. Arsenal jo'natdi. Bizga telefon qildilar. Kim? Siz Valyammi? Qo'shlar berdi aka. Tinchmisizlar, amalingiz sog' salomat. Bugun xudo xolasa zo'r osh bo'ladi. Obunachilarga nimadan atab qo'ygansizlar bugun? Obunachilarimizga sizlar kutinglar, shuna surprizlarimiz bor, zo'r bo'ladi xudo xolasa. Mehmonlar bilan to'ladi bugun. Keraga nima deysiz? Albatta. Bugun maza qilamiz. Albatta. Osh zo'r bo'ladi. Bag'rimiz keng. Diydor shirin. Diydor ham shirin. Da. Ustozlar kelyapti bugun. Assalomu alaykum. Qancha turib kelganligimni Azizjon bloger, omon bo'ling, bor bo'ling. Hoji akam taniyapsizmi? Bugun Bahodirjonni osh navbati ekan. Qani ketdi-ku Farg'ona. Tani. Xonasi. Alloh ihson, Alloh dargohida Kamol aka, Rabbiy. ha bu obunachilarga bir nima deng.
Obunachilarga nima deyman? Bizni kuzatayotgan muxlislarimiz. Anchadan beri hech narsa qo'ymadinglar, nimaga yo'qolib ketdinglar? Yo'q, hali mavsum bo'ladi-yu, yangi yil arafasi, bu yoqqa qish, kuzdan qishga, qishdan yana bahorga, xudo xolasa mana bahor yaqinlashib qoldi, lekin bizni ijodkorlarimiz har oyda mana shunday bir ajoyib bir davrada ishtirok etishadi. Bugungi davra ham bugungi osh ham boshqacha bo'ladi. Nimaga deganligini aytib berayim. Bahodirjon Aliyevning oshi bugun. Hammamiz sekin-sekin kelyapmiz, xudo xolasa yaxshi bir nimada suhbatlar bo'ladi, yaxshigina bir nima deydi, nima deydi, hali Didon G'animat deydi-yu, chiroyli bir suhbatlar bo'ladi. Lekin ko'pchilikdan ko'ra sizlar baxtliroq odamsizlar, bilasizlarmi shuni? Nimaga? Sababini bilasizmi? Tushunmadim nima? Baxtliroq odam. Ha, baxtli. Jamoa. Nimaga deganda, mana ko'pchilik gapiydi, ko'pchilik oshga boradi-da, jamoa. Lekin YouTube'da har bitta odam tanivermaydi. Sizlarni har bitta odam, o'sha obunachilar har bitta odam taniydi, shaxslar taniydi. Balki shaxsiy nimani tanimasa ham, lekin YouTube'da o'sha chiqish qilib turasizlar. Yana eng asosini aytib qo'yaman. Bu yerda hammamiz ijodkorlarmiz. Juda ko'p yillardan beri xalqning yurtda xizmatida bo'lgan, to'y tantanalarda, bayramlarda ishtirok etgan insonlar, bir-birimizdan qadrdonmiz. Bu oshda adashmasam 15 yildan ortib ketdi-yu. 15 yildan oshiqmi? Oshiq, ha. Mana o'tgan safargisida mahkamagani bog'da uchrashgan, chiroyli bir uchrashuv bo'lgandi. U yerda bir maslahatlar, yangi bog'dagi gaplar. Bog'dagi gaplar. Bog'dagi gaplar. Endi bu yerda hozir choyxonadagi gaplar. Bularga hayronman. Endi stil buzilyapti. Yo'q, stil buzilgan yo'q. Mavsumdan kelib chiqaman. Ertaga yana bahor boshlanadi, yana bog'dagi gaplarni davom ettiraveramiz. Lekin 2026-yilda birinchi nimasi shu, xudo xolasa. Chunki boshqa qo'yilmadi-da. Bu yil mana 2026-yilga o'tdik. Hech qanaqa bir nima qo'yilmadi YouTube'ga. Sherzodbek Yusupovning oshlari bo'ldi. Men o'zim ishtirok eta olmadim, lekin YouTube'da ko'rmadik. Yo'q. YouTube'da ko'rmadik. Ko'pida men o'zim faol bo'lardim. Bir orada ikkinchi boshga chaqirmang tog'a dedi Mahkam tog'amga, sababini o'zlari biladi. Nimaga? Endi keyin o'zingizga aytaman. Agar sababini bilganlarga kommentariy yozsa 500 ming mukofoti ham bor. Agar topganga. Bo'lmasa hozir bilib beraveraymi o'zi? Mayli. Bizni kuzatuvchilarga rahmat, kuzatib borganlar uchun. Assalomu alaykum. Hoji buva, assalomu alaykum. Hoji buva. Damliyimisiz? Aylanib ketay, boringizga shukr. Aka, tinchmisiz? Ko'z tegmasin. Yosharib ketishdan bordi. Assalomu alaykum, Muhriddinjon. Hali tushun bo'lgan o'rtaga ularga, omon osh bor, osh deydi. O'shani poylayapti. Juda ham osh bor, yuraveringlar. Davrakashlarda oshi zo'r bo'ladi. Nimaga? Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Ey mehribon zot. Yaratgan Allohim, poki Parvardigorim, hammamizni g'amxo'rimizsan, kechirguvchi zotsan, bilguvchi zotsan, berguvchi zotsan. Yaratgan Alloh yurt olamimizni tinch qilgin, osoyishta qilgin. Bu xushro'li kunlarda inson omon chiqib olishda Alloh nasib ro'za aylagin. Yaratgan Alloh poki Parvardigor, Xudo xolasa 3-4 kunda poklarning shoyi kirib kelyapti. Yaratgan Alloh o'sha kunlarga ham barchamizni nasib qilgin. 30 kunlik ro'zalarda barchamizga bola chaqa oilamiz bilan to'liq ado qilishda Alloh nasib ro'za aylagin. Hayit namozlari bilan bir-birimizni muborakbod etishda, yurtimizni duo qilishlikda har birimizga ham nasib ro'za aylagin. Hammamizga ham o'zingning uyiga borib labbakani aytib, o'zingning uyingda ham juma hayit namozlarida o'qib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qo'shni bo'lishlikni nasib ro'za aylagin. O'sha joylarda ham poki Parvardigorim qurbonlar qilib, ehsonlar, zakotlar berishlikka qodir qilgin. Yaratgan Alloh jamiki yer yuzidagi uyda bansadayotgan jamiki bemorlarimizga Allohim shifoy komil bergin. Ularda qatorda o'lmasali do'stimizga ham chiroyli shifoy komil bergin. Bola chaqalarga bosh bo'lib dasturxon to'g'risida duoga bo'lib o'tirishda Alloh nasib ro'za aylagin. Bugungi chiroyli ehson qilayotgan Bahodirjon ukamizga ham tanijonlarini sog' qilgin, martabalarini ulug' qilgin. Qolgan hammalarimiz ham qo'l ochib turibmiz. Yaratgan Allohim, poki Parvardigorim, o'tganlarimizni barchalarini
Alloh o'zing rahmatingga olgin, bandalik bilan, ozlik bilan qilgan gunohlarni o'zing mag'firat qilgin. Yaratgan Allohim dil qulblarimizni ochgin, dilimizda, tilimizda, qalbimizda faqat o'zingni zikr qiluvchi bandalardan bo'lishni Alloh nasib ro'za aylagin. Yaratgan Allohim biz ko'taradigan sinovlarni bergin. Yaratgan Allohim o'zingni yo'lingdan adashtirib qo'ymagin. Aqlimizdan adashtirib qo'ymagin. Oxirgi nafaslarimizda ham kalima-i shahodatlarni aytib, huzuringga borganimizda bandalaringni o'zingni oldingda uyalib qolmaydigan bandalardan bo'lishni Alloh nasib ro'za aylagin. Allohumma mahfurli val validey val ustoziy val jami' mu'min muslimin muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azaban nar. Rahmatga ya rahmon. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Rahmat. Allohga shukr. Yetkazganiga shukr. Boshqatdan aytib bersiz, zapis bosmoqda. Bo'ldi endi. Po'lat chiqaversin endi. Oldin bu duoni ratchet qilib oling. Mana shu yozilmagan ratchet qilib oling. Yuraydi siqib. Bo'lmabdi, bo'pti. Po'lat mahallasidan emasmi bu? Ha, mahallada. Chiqaversin. Nima bo'ladi? Bo'ladimi? Ana o'tiribdi. Turib qarayapti eshikdan. Kecha ishga tezkor minib ketayotgan ekan. Anor olsa yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men rus maktabida o'qiganman, shuning uchun men bor o'zim. Nechinchi maktabida? 13 yil. 7 yil o'qidim. Ну нормально пока. Вот. Вот какой нет. Очень шумный. Вот. Можно подписать? Да, я вас слушаю. Вот какое-то отношенческие промышления, вдруг технические положения, промтоварные награждения. Отношенческие укрепления, вдруг сокращенские ограбления. Майля, Турина на воде rusçası. Тури. И это еще это хотел сказать. Вот это для вас кто? Это Авазбек. Авазбек. Siz bilan gaplashamiz. Nimaga kelmay qo'ydingiz? Ne qo'ying? Po'lat akam kelsa faiz kirish keraksa, Boshqacha bag'ringizga boshqacha bo'lsa. Nima? Ruschani tiniq va ravon gapirganingizda bu aytadi, yo dadasi yo enasi o'ris deydi. Ayting, qaysi biri o'ris? Kecha Ukrainadan keldimi? Nima? Shtabmi? Ana, dadasi Ukrainadan onalarini olib kelgan. Bo'ldi. O'sha qo'ng'onda ketib qoldi. Вот! Монетины пора, монетины. А что называется по-русски? Щечки, да? Болышты, я еда пулетті бұл. Mehmonlar keling. Eyvallah. O'zing haqsan, o'zing borsan, o'zing omonsan, o'zing rahimsan, o'zing g'afforsan. Amin. O'zing gunohlarimizni o'z kechirguchisan Alloh, bugungi bergan rizqingga, ko'rsatgan kuningga shukr. Amin. Mana chiroyli dasturxon yozib qo'yamiz. Ilohim xayrli qilsin. Ehson berib, zakot berib, saxiy boy bo'lavering. Hammamiz Alloh ustozim aytgandek Ka'baga borib tavob qilishlik. Alloh o'zingni uyini ko'rib, barchamiz zurriyotlarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan borib birga tavob qilishni nasib qilsin. Ro'za kunlarida ey Alloh borib ro'zalar tutib, jumalarni o'qib, o'sha yerda ibodat qilishlik barchamizga nasib qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatga. Amin. Eflamis. Ben törenlerden. Sen Sherzod, başına aytib ber endi. Nimaga akam Po'lat akamga duo qilishni buyurdi. Ayt. Da qaytyaptilarmi siz? Duo. Aytadigan duo qildilar. Bu kishi taniysizmi? Ha, tanimayman. Bu kishi oltarlari omonlar. Ular muloqotdanmi deyapti? Muloqotdan Yaxshi.
Bugun ustozlar, akalar, qadrdonlar, hamkasblar. Tepada Aytib o'tirgan barchalar san'atkor, tadbirkor, har bitta tashkilotlarimizni rahbarlari o'tirishdi. Ilohim hammamizni qilayotgan ishlarimiz xayrli bo'lsin. Yurtimiz tinchligida chiroyli dasturxonlar. Albatta. nima? O'zi yaxshi imtiyozda. Sadirjon umringiz bo'lsin. Yetadi. Qo'lidagi kirgandir. Uncha gapirib yubordi. Hozir rahmat. Ha, ukam. Ukamman. Очки у вас был. Что, а где очки? Ukam, hozir kelib qoladi hozir. O'lmasaka? Ukasi ham bormi? Bu kishimi? Da? Hozir kirib ko'rishib ketgan ekan. Ha. Qonni bezovta. Ha, bo'ldi. Hozir keladi. qoladi. Rus mu bola? Yo'q. 3 yil o'qidi. Ha, rus deb o'qigan. Ha, beparasat hozir. Ha, ha, mayli. Insof ber. Endi mayli, parasat Xudoyim o'zi beradi. Ha. Ata yarashibdi ko'zoyningga. Judaga bo'lmasam. Tonirovkadimi? Yaxshi bola o'zi. O'qimishli-da. O'qimish. Familiyonmi? Ochkilari? Shishasi yo'q. Telefonlashamiz siz bilan. Yaxshi. Если что olib berishim mumkin? Hozir ko'z bilan ish qilyapsiz. Hammasi bilan hozir. Da? Malik ko'zga qaytganingizga shukr. Bitta ko'zda yurardi-da bu bola. Bitta ko'zda yurardi. Mana bitta ko'zga ko'radi. mayli. O'zi bilan o'zi o'tib. Katarakdan olib tashlash O'lmasaka. Cho'nga olib yo'tadi. Patrat. Ha, bo'ldi. O'lmasaga mana qo'yasan. Osh tayyor. Aka, osh tayyor. Aka, osh qaring. No yema dedi-da. Yema desa bo'lmaydi. Ana aka. Qatorroq gapir. Здравствуйте. Omsiz. Professor. Oqibatli bo'laveraylik. Professor. bahorga kelsangiz mama qaymoq teramiz. Qani, mahkamaga jo'rak oyilar. Qani? Zo'r bo'ldi. Yaxshimi? Zo'r bo'ldi. Qolishverish. Charchab qolsa ber. Вот, Mana разбей. Вот, пста. Yaxshi ketadi. Pistamidi? Да. Стишка. Ну, конечно. Все. Qoldik. Это, улуби. Ну, beri, brother. Qani, birgalashib olaylik. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qanaqa bering? Do'stga. Ikkita ko'k qo'yib keling. Do'stga bering. O'zi kesib loyda to'xtab qolyapti. Sizga Dilshod Ahmadjon. Ko'rishdingizmi bular? Ko'rishdingizmi? Safar. Sizga qoldik. Alloh fayz bersin. O'zi o'sha degan qo'shiqlarga Alloh fayz bersin degan. Bunisi ham bir yana qaytadan trendga, salkam trendga chiqdi. Qashin. Ya, ketib qo'ying. Zo'r bola yoqda. Nima bo'ldi? O'tiraymi? Ha, yo'q, kel. Ya, bu narsa tugib ertadan ketaveraylik. Yo'q, o'tiravering. Ana bor, ser bor, yeb olasiz. Aka o'zi qayerdansiz? Qayerdan? Bilaveradi, adresingizni to'g'ri bilishmay. Qayerdansiz? Chotirqo'tan. Nimaga? Chotirqo'tan. Eshitdingizmi nimani? U tez aytsa, ana eshitilar ekan-a? Sekin aytsa-chi. Birga yashardik bu bilan. Ha? Ha, qo'shnichilik qilib, kelishmovchilik bo'lib ketaverdik. Chiqib qo'yaymi? Ha. Chiqib qoladi. Hop, qani? Ko'ryapsizmi? 12 kilo olib o'tdim.
Mana, 16 kilo, 24 kilo ko'tarilmay qolibdi. Hozir. Ko'tarilmay qolibdi. O'tdim olyapti. Ha, og'ir. Zoryaptimi yo? Ha, shu. O'sha 12 kilo o'tib oldim. To'rttasini bir qilib tishlab ko'taradim. Hali timsoh olib o'ynayapti turibdi. Ko'tarib timsoh deb ko'tarib. Faqat og'zini ochib beraman xolos. Hali ko'taryapti. Hadimlaganda qarang, oddiy kasem sut bor haligi. Shu ham ocholmas ekan. Shunaqa xususiyati bor. Men ochib berdim hozir. Tursoq kuchli bo'ladi lekin. Og'irni o'lchab ko'tarardi. Qancha og'iz bek tursa, tursa shuncha kuchli bo'lib ketar ekan. O'tim og'riyapti deb, hozir kichkina narsani ko'tarmay turadi. O'zi mana hozir baklashgani otaman desam, o'tim og'riyapti turadi. Uni qara tortib ochib olasiz. Endi bunga kuch ishlatmaysiz-da. O'tizganmi? Mana shu o'ng qo'li bor-ku, oldi ayari. Shuni tayanib qitiqlasangiz o'zi ochib beradi. Tumsoqda shunaqa xususiyat bor. O'shancha mayda yuradi. Ijara to'lmay, o'ti ham toza ekan. Mirzakan o'ziniki ham ekan. 4-da Mirzabek ham o'ziniki, 5-da Satira teatrniki, yana 2-3 kun shatda bo'ladi. Qayerda bo'ladi? Aprelda. Nega? aka hormang endi. Salomat bo'ling. Qalay bo'ldi, qalay? Zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Ustozlar bilan maza Siz oshnabatingizni hech syomka qilib qo'ymagan ekanmiz, bu birinchisi. Birinchisi. Eng qizig'i 2026-yilda birinchi marta Birinchi marta. qo'yilyapti. Chunki anchadan beri oxirgi marta 2025 qo'yildi-da. 2025 bo'lgan, to'g'ri. Chunki men Toshkentda bir marta to'g'ri kelyapti-da, jamoamiz kattaligidan. kattaligidan. Bog'da bo'ladi, mahkam ekan bog'. Da. Bugungi osh ham go'zal bo'ldi. Bugungi osh alhamdulillah o'ziga shukr. Ustozlar bilan-da hammasi juda ham zo'r, samimiy va ustozlarni salomat bo'ling. Hammalarga tashakkur. Kuzatib olsak, xudo xolasa hali yana qolgan mehmonlar bor. Obunachilarga nima deying? Biron Obunachilarga endi obunachilar bizdan uzoqlashmaslarini Kommentariyalarda so'raymiz. o'qiyapsizmi? Kommentariyalarda o'qiyapmiz. Bomba bo'lyapti hammasi. Xudo xolasa bundan keyingi surprizlarimiz hali oldinda. Kutinglar. obuna bo'lishsin. Bizdan uzoqlashmanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Like-chi, Hammasi like. qiziq bo'ladi. Like bosish esdan chiqmasin, eng asosiysi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.